birinchi bo'limdamiz. Birinchi bo'lim 1905-1924 yillarda Turkiston o'lkasida kasaba uyushmalarining tashkil etilishi va ularning faoliyati deb nomlanadi. Va bundan ko'rinib turibdiki, kasaba uyushmalari 1 yil, 10 yil yoki 50 yil emas, qariyb 120 yil oldin tashkil etilgan tashkilot bo'lib, xabaringiz bor, bu yil 120 yilligi keng nishonlanadi va aynan siz muzeyda mana shu 120 yillik tarix bilan tanishasiz. Va ilk kasaba uyushma a'zolari bular temir yo'l ishchilari va pochta telegraf xodimlari bo'lishgan 1905-yilda. Dastlab 1905-yil Moskva va Sankt-Peterburgda temir yo'l ishchilar uyushmasi tashkil etilgan va Turkiston o'lkasi temir yo'l ishchilar vakillari ham ishtirok etgan. Qaytib kelgandan keyin, bu bahor oyida bo'lgan bo'lsa, bahor faslida, qaytib kelgandan keyin kuzda Turkiston temir yo'l ishchilar uyushmasi tashkil etilgan, aynan 1905-yilda. Va xuddi shu yili pochta telegraf xodimlari uyushmasi ham tashkil etilib, faqat ularning talabi biroz yuqoriroq, ya'ni oylik maoshimiz 50% dan yuqori qilish, qo'shimcha pullar, oziq-ovqat, yo'lkira, shunday talablar bilan chiqishgan va eng asosiy talablari, agar yig'ilishlarda siyosiy masalalar ko'tarilmaydigan bo'lsa, biz o'z uyushmamizni tashkil qilamiz kabi talab bilan chiqishgan. Sababi 1905-yilgacha ham kasaba uyushmalari yashirin to'garak sifatida faoliyat olib borishgan. Faqat ularning o'sha g'arazli niyatlari podshoni ag'daramiz, hokimiyatga ustun chiqamiz kabi g'arazli niyati bo'lganligi sababli bu keyinchalik bu to'xtatilib 1905-yil manifest chiqadi. Bu manifest jamoat tashkilotlariga asoslangan bo'lib, manifestning birinchi bandida va aynan mana shundan keyin ilk kasaba uyushma a'zolari, temir yo'l ishchilari, pochta telegraf xodimlari tuzilgandan keyin yana bir qator kichik tashkilotlar o'z kasaba uyushmalarini tuzishadi. Boshqa hududlarda ham kengayib boradi safi kasaba uyushmalarini. Va aynan vitrinamizda bugungi kunga qadar maxfiy saqlanib, 100 yildan ortiq maxfiy saqlangan va muzey ochilishi munosabati bilan namoyishga qo'yilgan o'sha yashirin to'garaklarga a'zo bo'lgan temir yo'l ishchilari ro'yxati nusxasi, bu esa uyushma tashkil qilingandan keyingi temir yo'l ishchilar foto surati, bu esa temir yo'l ishchilarining ilk ustav nusxasi, 1906-yilda ilk ustav tashkil qilingan temir yo'l ishchilarining. Bu esa o'sha yashirin bosmaxona ko'rinishi, tashqi ko'rinishi, bu Toshkent shahrida kasaba uyushmalari binosi tashqi ko'rinishi. Lekin 1905-yilda tashkil etilgan bo'lsa, 1907-yilga kelgan taqiqlar, qistovlar ostida qolib, faoliyat vaqtinchalik tugatiladi, to'xtatiladi. Keyinchalik 1917-yil fevral revolyutsiyasidan keyin uyushmalararo tashkilot o'z faoliyatini qayta tiklaydi. Bu yerda a'zo tashkilotlar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Va eng ahamiyatlisi uy xizmatchilari kasaba uyushmasi. Bugungi kunda bizda ham uy xizmatchilari faoliyat olib borishadi, lekin ularni himoya qiladigan birorta tashkilot yo'q. Ya'ni ular o'qishga chiqa olmaydi, valyutani ololmaydi. Lekin bu davrda uy xizmatchilari kasaba uyushmasi ham faoliyat olib boradi. Bundan tashqari kasaba uyushmalariga a'zo, ularning oila a'zolariga bepul tibbiy ko'rikdan o'tishga ruxsat berilgan. Va yana kasaba uyushmalariga ishonch shu qadar katta bo'lgan, zavod, korxona ishchi xodimlari o'z rahbariyatidan bemalol arzonlarni Toshkent kasaba uyushmalari muzeyidamiz. Mana kursdoshlar bilan barcha respublikamizda hamma tumanlarda yetib kelishgan kasaba uyushma qo'mitalari raislari. Sog'lik bo'lsin, O'zbekiston jamoatlarimiz gullab yashnasin. Salomat